Qaysi uyda Baqara surasi o'qiladigan bo'lsa, mana shu xonadonga 3 kun shayton kirmaydi deb aytdilar. Biz aytar edikki, imkon qadar hech bo'lmasa bir paradan yoki nihoyasiga yetkazishni imkoni bo'lsa, nihoyasiga yetkazib, kasetadan o'qilgandan ko'ra o'zi o'qilgani yoki bir insonni o'qigani ma'qul bo'ladi. Baqara surasi o'qilishligi kerak. Bir marta mana shunday biz holatga guvoh bo'lib qoldik. Bir qarindoshimizni shunday har xil holatlar bo'layotgan ekan, qiyinchilik bo'layotgan paytda borib Baqara surasini men do'stim bilan o'qidik. O'sha o'qib turgan paytimizda bu aytdiki, mana meni yanimga kelib ko'rinib turibdi, katta bo'lib ko'rinib turibdi deb bir narsani aytdi. Biz e'tibor qilmadik. Imkon qadar o'sha jin tekkan odamlar bilan suhbatlashishlik, ularni gaplashishlik shart emas. O'qiladi tamom o'zi, ular bilan suhbatlashib, senga kim kirgizdi, hozir qayerda turibdi, nima qilyapsan, sen erkakmisan, ayolmisan, sizlar nechtasizlar, qachon chiqasizlar? U kishi, ya'ni u jin yolg'onchi bo'ladi. U bilan suhbatlashmash kerak. Demak, men ham do'stim bilan Baqara surasini ikkiga bo'lib ikkalamiz o'qib beraylik deb o'qib turgan vaqtimizda